Sallaxonadan ne olduğunu bilasizmi? Sallaxona deydi. Qushxona deyilgan narsa. Eshitganmisiz o narsani? Qassoblar girib, yani o molni so'yadigan yerni bizda endi Xorazmda sallaxona deydi-da, qushxona deb aytiladi. Bir qassob ajoyib hikoya bo'lmoq yoqadi. Bir qassob shogirtlarga aytibdi, "Banglar tuya ekkanglar" debdi. Tuyani olib kelibdi, endi so'yish uchun. Kelib shu qushxonani oldina girishni mindirib qo'yishadi. Tuya kichkina hayvon emas-da, uni ikkalam italagan bilan girmaydi, uni bir 3-4 odam tortgan bilan girmaydi. Shu italabdilar, tortibdilar. Tuya girmaymişdi. Neye? Qushxonaga girmaymişdan tuya. Qassob chiqibdidan shogirtlarına kimni olganingni taniysanmi debdi. Taniyman debdi. Ama mahalladagi palankasidan aldım. Bor aytga shu egasini. Buni egasi girzib bermasa, bu tuyani girzib bo'lmaydi bu yerga. So'yish kerak qaqini girzib baq. Egasini chaqirib kelibdilar. Egasi tuyani oldidan tushibdi-da, ipini ushatdi-da. Shunda deb sallaxonaga girdi, yani qushxonaga girdi. Girgan ekan, izidan tuya ham girdi-da. Bechora egasi kissasidan pulni chiqaribdi-da, qassobga beribdi-da, "Men tuyamni sotaman" debdi. "Ne uchun sotmaysiz axir? Nega sotmaysiz? Dogovor berdik. Gapish bu bizani tuya qaqini." "Yo'q, sotaman." Menga ishonib ushulacha girganni men bu yerda tashlab ketmayman. Degan ekanda, siz tushuntiribsiz nojakimmi? Ya'ni bir inson ishonib yo'lga chiqdimi, u hech qachon tashlab ketilmaydi-da. Tushundingizmi? Bu Rossiya apar tashlab kelgayli, chet apar tashlab kelgayli, bir biznesga kirganda o'rtada tashlab ketgayli, umuman hayotdagi boshqa narsadan bir inson sana ishondimi, hech qachon tashlab ketmadi. Bu yerda bir chiroyli bir oladigan hikmat bor-da. Menga ishonib dedi shu qushxonagacha, ya'ni jonini fido qiladigan darajagacha girdimi shu tuya? Men tashlab ketibman deb tuyani pulni qaytib berib, qaytadan chiqib ketgan. Xulosa nima desa, sizga bo'lgan ishonchga xiyonat qilmang hech qachon. Tushundingizmi? Tushunarlimi?